bir ehsonga ketyapman. Bir yigit qoraka to'yxonaga borguncha masofa ancha olis. O'zimni hayotimda bo'lgan narsadan bir narsa gapirib beraymi? Gapirib bering dedim. Men taksi qilaman, ko'chada taksi qilaman. Tirikchilikka chiqaman har kuni erta bilan. Bir kun 3 ta yigit o'tirdi mashinamda. Falon joyga olib borib qo'yasan dedi. Pulini kelishdik. Aytilgan joyga olib bordim. Tashadim, tushirdim, pullarini oldim. Ularni olib tashab jo'nadim. Bir qancha masofaga keldim. Orqaga bunda sidinaga qarab qolsam, barsetka qolib ketibdi. Boyagi yigitlarni barsetkasi qolib ketibdi. Olib qarasam, ichida pechat, shtamplar 160 ming so'm. Endi o'sha paytda katta pul 160 ming so'm, 170 ming so'm pul. Keyin plastik kartalar 1.6 ta. Shunaqa ichimga bir og'riq kirdi. Darrov nazorat qilib boyagi yigitlarni tushirgan joyga borsam, yigitlar yo'q. Eng yomoni yüzünü siymosi ham esimda qolmagan. Bir ko'rib, "Ey, siz deya olmayman, shunaqa darajada." Yo'lda yuraman, 2 ta 3 ta yigitlarga qarayman, o'xshab qolarmikin, shumasmikin deb uni qidiraman, buni qidiraman. 3-4 kun qidirdim, yo'q topa olmadim. Birdaniga to'satdan sog'lom onam kasal bo'lib, reanimatsiyaga tushib qoldi deya. Onamlarni больницаga yotqizdim. Taksi qilaman, topgan pulimga dori-darmon tashiyman. Yana yo'lma-yo'l qidiraman, boyagi yigitlar uchrab qolarmikin, omonatini bersam. Yo'q. Bir do'stimga dardimni aytdim. Shunaqa muammo bo'lib qoldi. Bir yigitlarning omonati meni mashinamda qolib ketdi. Topolmayapman, nima qilsam ekan desam, xohlagan bankka kirgin o'rtoq, plastigini bersang, o'sha plastikdan uni nomerlarini topib beradi deb maslahat. Darrov yugurib plastik kartani bersam, menga topib berdi, nomerni telefon qildim. Telefon qilsam, 3 ta yigitning 2 tasi umidini uzib bo'lgan ekan. Bo'ldi endi, pechatlarni o'zgartirib kerak, seflarni qulupini buzib kerak. Endi unaqa yigitlar qolmagan. Kim beradi? Tayyor mashinada qolgan narsani. Ko'rvasan-ku ahvolda yoshlarni. Jabrovni haqidan qo'rqadigan yigitlar qolmagan deb 2 tasi umidini uzib bo'lgan ekan-u. 3-siga shoshmalaring. Hali ham Xudodan qo'rqadigan yigitlar bor, umidingni uzma, erta topilib qolar deb shu holatda turgan ekan. Telefon qildim, bo'lgan voqeani aytdim, menda barsetkaylar qolgandi, falon kunsilarda. Shunaqa xursand bo'lib ketdi. Bir joyga borib ko'rishni maslahat qildik, borib ko'rishdik, hammalari bag'riga bosib xursand bo'lib kelishib, boyagi xursandchiligidan barsetkadagi 160 ming so'mni menga suyunchi, mana sizni bizlarni katta bir muammodan qutqardi. Menga kerak emas. Mana shuni sizlarni topganim o'zi menga suyunchi bo'ladi, menga boshqa kerak emas deb boyagilarga nima desam ham, yo'q, hech yo'q, azginasini oling, o'sha pulni berdi. Rozi-rizochilik qildik. Ustimdan tog' ag'darildi deyapti. Tog' xalos bo'ldim, tog'dan. Tog'i yuki bosib turdi, xalos bo'ldim. Yana ko'chaga tirikchilikka ketyapman. Bir yigit to'xtatdi. Rohatni ko'rigiga qancha bossaz bosing, og'zingizdan chiqqan summasini beraman. Meni birov kutyapti, iltimos faqat bosyapman deydi. O yangi Toshmi tomondagi oxatga qarab bosyapman. Qo'yliqqa yaqin kelganda qulog'imni tagida bir dovush, birodar, tezlikni 40 ga tushiring, tormozni bosing, mashinani o'ng qo'lga oling deb gapirdi deyapti. Yaqqol shu gapni eshitdim. Boyagi yigit gapirdimikinsam, u telefon bilan gaplashib ketyapti, o'zi bilan o'zi ovora deydi. Qarasam 90 da ketayotgan ekanman. Shunda tormozni bosdim-u, 40 ga tushirib o'ng qo'lga shunda olishim bilan orqamdagi mashina viz etib o'tib, oldinda peshoxotni uchirib yubordi uni deb. Sochib yubordi deb. Bu ne hodisa deyapti-da. Qotib qoldim. Nima bo'lyapti o'zi? Kim menga gapirdi?
Kim meni tezligimni tushirdi? Kim tormoz bosdi? Aqlim yetmayapti. Boyagiga mayli ukam, sekinroq yuring, ehtiyot bo'ling, o'ziga qarang. Bordik deydi. Rohatga tushdi, pulini berdi. Endi undan xolos bo'lib bo'layotgan voqealardan hayron bo'lsam, balnisadan telefon bo'lyapti. Onam, bolam, men o'lganda olib ketasanmi, kelmaysanmi, meni olib ketmaysanmi deyapti. Qarang, reanimatsiya deyotgan onam sog'ayib qopti. Mana shu birovni haqqidan qo'rqqanligim uchun, o'sha omonatni o'ziga yetkazganligim uchun oldimda bosib ketishligim kerak bo'lgan inson meni nasibam edi. Mana shuning uchun Xudoy taolo meni saqlayotgan bo'lsa-chi, bemor bo'lib qolgan onamga Xudoy taolo birovni haqqidan qo'rqqanligim uchun omonatni yetkazganligimga onamga shifo bergan bo'lsa-chi, men tushunmayapman bu narsalarga, taqsir deyapman. Mana taqvo qanaqa bo'ladi, birodarlar. Ora-chora telefon bo'lib qoladi bozorlardan. Men falon bozorda aravachiman. Tros topib oldim. Qarasam tilla ekan, nima qilay? $100 topib oldim. Nima qilay? Masjidga berib yuboraymi, nima qilay? Qanaqa qilsam? Mana undaqalar bor. Lekin haromxo'rlar ham kam emas. Mana shu taqvo insonlar sababidan o'sha haromxo'rlar yuribdi, birodarlar. Xudodan qo'rqqanlar evazida mana shu insonlar yuribdi. O'shaning uchun Xudodan qo'rqaman deyishdan oldin bu savolni o'zimizga berib qo'ying. Rostdan qo'rqasanmi Xudodan? Shu gapingga o'zing ishonasanmi? Xudodan qo'rqaman deyapsan-u, nima uchun namoz o'qimayapsan? Xudodan qo'rqaman deyapsan-u, nima uchun namozing alataroq, bir vaqt o'qisang, ikki vaqt o'qimaysan? Xudodan qo'rqaman deyapsan-u, nima uchun Ramazon ro'zasini tutmading? Xudodan qo'rqaman deyapsan, cho'ntagingdagi sigaret Xudodan qo'rqadigan ishimi? Cho'ntagingdagi nosvoy Xudodan qo'rqadigan inson chekadigan narsami? Xudodan qo'rqaman deyapsan, nima uchun zino qilyapsan? Haromga boryapsan? Nima uchun tarozidan uryapsan? Nima uchun birovning molini yeyapsan? Oldin o'zimizga bu savolni berib qo'yaylik. Nafsimiz bizlarga nimadir ekan? Xudodan qo'rqasanmi desak? Birodarlar, bu Xudodan qo'rqish oson emas. Nima uchun? Xudodan qo'rqish, chunki u ko'zimizga ko'rinmayotgan narsa. Bugun ko'zimiz ko'rmayapti, lekin qalb ko'zimiz Xudoning borligini ko'rib turibdi. Mana shu narsa Xudoning borligiga dalolat qilmaydimi? Mana shuni o'zi kifoya emasmi Xudoning borligiga? Bunaqa shaklda kim, qaysi tadbirkor ishi, qaysi bog'bon, qaysi agronom ishiki buni daraxtning ustiga 7 ta, 8 ta, 10 taliklarni osib qo'yib, bunga rang berib qo'ygan Xudomi bu? Parvardigormi? Mana shuni borligiga ishonamizmi? Bugun qalb ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Xotirjam bo'laylik, ertaga mana shu ko'zimiz bilan jamolini ko'ramiz inshaalloh. Shu va'da bor. Unga nima bilan yetamiz? Taqvo bilan yetamiz. Ayyuhallazina amanu taqulloh va tanzur nafsum ma qaddamat liqadin vattaqulloh innalloha xabirun bima ta'malun. Ey iymon keltirgan banda,